Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va tadbirkorlar. Va mana bugun bitta tadbirkorimizni huquqiy manfaatlarini himoya qilib Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga 16,5 milliard so'mlik da'vo arizamizni O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi orqali imzolatib sudga kiritdik. Shu o'rinda mikro, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman. Agarda yillik aylanmasi o'rtacha 100 milliarddan oshmagan bo'lsa, sudga da'vo ariza kiritayotganda, ya'ni sudga murojaat qilinganda davlat boji to'lashdan ozod qilinadi. Bunda bir narsani alohida e'tibor qaratish kerak. Albatta sudning hal qiluv qaroriga asosan, ya'ni natijasi bo'yicha kim sudda yutqazsa, da'vogarmi, javobgarmi, davlat boji albatta undiriladi. Faqatgina biz Savdo-sanoat palatasiga a'zo bo'lsak, bizga yengilligi sudga murojaat qilishda davlat bojidan ozod qilinamiz xolos. Savdo-sanoat palatasiga a'zo bo'lish tartiblari, shartnomalarni ko'rib chiqish masalalari bo'yicha agarda biz advokatlik tuzilmamizga murojaat qilsalaring, sizlarning firmalaringni, tadbirkorlik subyektlaringni, tashkilotlaringni o'rganib, sizlarga bepul huquqiy maslahatlar berib boramiz. Agarda mana 16,5 milliard so'mlik da'vo arizamizni sudga kiritadigan bo'lsak, kichik tadbirkorlik subyekti bo'lsa 1% davlat boji to'lardik. Buni o'zi ham 165 million so'm atrofida bo'ladi. Biz mana shu summani to'lamadikda va bizda hamma ma'lumotlarimiz bor edi. Sudda yutib chiqish ehtimolimiz yuqoriligi uchun bemalol Savdo-sanoat palatasi orqali sudga da'vo arizalarimizni kirityapmiz. Agarda sizlarda mana shunga o'xshagan huquqiy masalalar bo'lsa, muammolar bo'lsa, mahsulot yetkazib berishdan kelib chiqadimi, qarz shartnomasimi, mulkiy tusdagi har qanday turdagi da'vo, muammolar, yuridik masalalar bo'lsa, biz advokatlik tuzilmamizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Sudda sizlarning manfaatlaringni ishonchli himoya qilib bera olamiz.